Bugun men aytadigan ma'lumot har bir pensionerning farzandi, nabirasi va umuman telefonida bank ilovalari bor har bir odamga tegishli. Gap shundaki, ayrim holatlarda telefoningizdagi bitta shubhali ilova, bitta saqlangan SMS kod, bitta notanish havola yoki bitta begona odamga aytilgan parol sabab pensiyangiz kartadan yechib olinishi, qarzingiz sifatida ushlab qolinishi yoki umuman siz bilmagan operatsiyalar amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun telefoningizni hozirroq tekshirish kerak. Yaqinlaringizga ham ayting. Kanalga hozir obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Avval odamlar pensiyani asosan naqd pul ko'rinishida pochta orqali yoki kassadan olardi. Bunday paytda xavf boshqacha edi. Kimdir pul yo'lda yo'qotishi, kimdir aldovchi odamga naqd berib qo'yishi mumkin edi. Lekin pulni olish jarayoni ko'proq ko'z oldida bo'lardi. Hozir esa ko'pchilik pensiyani bank kartasiga oladi. Bank ilovasidan foydalanadi. SMS kod bilan tasdiqlaydi, telefon raqamiga bog'langan xizmatlar orqali to'lov qiladi. Bu qulay, lekin xavf ham ko'paygan. Eng muhim narsani men aniq aytaman. Davlat sizning telefoningizda oddiy bir ilova borligi uchun pensiyangizni bekor qilib qo'ymaydi. Lekin telefoningizdagi xavfli holatlar sabab firibgarlar pensiya pulingizni yechib olishi mumkin. Yoki siz bilmagan holda nomingizga qarz, mikroqarz bo'lib to'lash shartnomasi rasmiylashtirilsa, keyin sud yoki majburiy ijro orqali bank kartangizdan, jumladan pensiya tushadigan kartadan pul ushlab qolinishi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa karta bloklangan, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lgan yoki firibgar pulni yechib ketgan bo'ladi. Oldin bank kartasidan pul yechish uchun odam kartani qo'lida ushlab PIN kodni bilishi kerak edi. Hozir esa ko'p operatsiyalar telefon orqali bajariladi. Telefon raqamingiz, SMS kodlaringiz, bank ilovangiz, OnID yoki boshqa shaxsiy kabinetlaringiz firibgar qo'liga tushsa, u sizning pulingizga yaqinlashadi. Shuning uchun telefoningizda bu bo'lsa, deganda men aynan shubhali ilovalar, begona kirishlar, saqlangan parollar, karta rasmlari, SMS kodlarini boshqa odamga yuborish odati va masofadan boshqarish dasturlarini nazarda tutyapman. Birinchi xavfli belgi. Telefoningizda AnyDesk, TeamViewer, Restdesk, AirDroid masofadan boshqarish yoki ekranni ko'rish imkoni beradigan notanish ilovalar turib qolgan bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. Bu ilovalarning o'zi yomon emas, mutaxassislar ish uchun ishlatishi mumkin. Lekin firibgarlar aynan shu dasturlar orqali men bank xodimiman, kartangiz blok bo'lyapti, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun yordam beraman deb odamning telefoniga kirib oladi. Ular ekranni ko'radi, SMS kodni o'qiydi. Bank ilovasiga kiradi va pulni boshqa kartaga o'tkazadi. Masalan, 18 yoshli ayolga notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. Sizga pensiya bo'yicha qayta hisob-kitob chiqdi, 20 ming so'm qo'shimcha pul tushadi. Telefoningizga dastur o'rnatamiz deyishadi. Ayol ishonadi, havola orqali dastur o'rnatadi. Keyin firibgar ekranda chiqqan kodni ayting deydi. Kod aytilishi bilan u telefonni masofadan boshqaradi. Ayolning kartasida 1 million 800 ming so'm pensiya puli bo'lgan. 10 daqiqa ichida pul uchta boshqa kartaga o'tkazilgan. Ayol ertasi kuni bankka borganda operatsiyalar SMS kod bilan tasdiqlangani ma'lum bo'ladi. Ikkinchi xavfli belgi. Telefoningiz galereyasida karta old orqa tomoni, pasport, ID karta, PNFL bank shartnomasi, plastik karta, PIN kodi yoki SMS kodlar screenshot saqlangan bo'lsa. Ko'p odamlar unutib qo'ymay deb karta raqamini rasmga olib qo'yadi. PIN kodni kontakt nomi sifatida yozadi yoki SMS kodni screenshot qiladi. Bu juda xavfli. Telefon yo'qolsa, ta'mirga berilsa, bolalar o'yin yuklasa yoki zararli ilova ruxsat olsa, bu rasmlar boshqa odam qo'liga tushishi mumkin. Uchinchi xavfli belgi. Telefoningizda bank ilovasiga kirish uchun parol juda sodda bo'lsa, masalan, BIM 234 tug'ilgan yil. Telefon raqamining oxirgi 4 ta raqami, nabiraning tug'ilgan kuni. Firibgar odamning ijtimoiy tarmog'idan ma'lumot topadi, tug'ilgan sanani ko'radi, keyin taxmin qilib parolni topishi mumkin. Agar telefon blokirovkasi ham sodda bo'lsa, xavf 2 barobar oshadi. 4-chi xavfli belgi, telefon raqamingiz eski, boshqa odam nomida yoki anchadan beri ishlatilmaydigan SIM kartaga bog'langan bo'lsa. Bank kartasi va pensiya hisobingiz aynan shu raqamga bog'langan bo'lishi mumkin. Agar SIM karta yo'qolsa yoki boshqa odam uni tiklab olsa, SMS kodlar o'sha odamga boradi. Shunda bank ilovasini qayta tiklash.
Parolni almashtirish yoki to'lovni tasdiqlash imkoniyati paydo bo'ladi. 5-xavfli belgi. Sizga pensiya oshdi, ijtimoiy yordam chiqdi, kompensatsiya olasiz. Ro'yxatdan o'tmasangiz pensiya to'xtaydi degan havolalar Telegram, SMS yoki WhatsApp orqali kelayotgan bo'lsa, rasmiy tashkilotlar odamdan karta paroli, SMS kod, PIN kod, bank ilovasi parolini so'ramaydi. Agar havola bosib, pasport ma'lumoti, karta raqami va SMS kod kiritilsa, bu pulni yo'qotishning eng tez yo'li. Eng avvalo pensiyasi bank kartasiga tushadigan va telefonda bank ilovasi o'rnatilgan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ayniqsa, o'zi telefonni yaxshi tushunmaydigan, lekin bolalari yoki nabiralari yordamida ilova kiradigan pensionerlar xavf guruhida. Chunki ular notanish qo'ng'iroqni rasmiy deb qabul qilishi bankdan ekan deb ishonishi mumkin. Ikkinchi guruh telefonni tez-tez boshqa odamlarga beradiganlar. Ba'zan odam telefonni ta'mirchiga beradi. Qo'shnining bolasiga so'zlab ber deydi. Bozorda ilova o'rnatib beraman degan notanish odamga topshiradi. Agar telefon ichida bank ilovasi, karta rasmlari, pasport skaneri, SMS kodlar bo'lsa, bu juda katta xavf. Men telefonni ta'mirga berishdan oldin bank ilovalaridan chiqishni, ekran qulfini kuchaytirishni, muhim rasmlarni o'chirishni maslahat beraman. 3-guruh qarz, kredit, aliment, jarima yoki kommunal qarzi bor odamlar. Agar qarzdorlik sud yoki majburiy ijroga o'tgan bo'lsa, bank hisoblaridan ma'lum tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Odam pensiya kartasiga pul tushganini ko'radi, lekin bir qismi darhol yechib olinadi. Bu firibgarlik bo'lmasligi ham mumkin. Bu ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan ko'chirma olib, qaysi tashkilot, qaysi qaror asosida pul ushlanganini aniqlash kerak. Agar siz telefoningizga faqat rasmiy do'kondan ilova yuklasangiz, bank ilovasiga kuchli parol qo'ysangiz, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, karta rasmini telefonda saqlamasangiz va telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin men xavfsizman deb butunlay beparvo bo'lish ham noto'g'ri. Firibgarlar aynan ishonuvchanlikdan foydalanadi. Agar sizning telefoningiz oddiy tugmali telefon bo'lsa, bank ilovasi bo'lmasa, baribir SMS orqali xavf bor. Chunki SMS kodni aytib yuborish, sim kartani yo'qotish yoki notanish odamga telefonni berish ham muammo keltiradi. Tugmali telefon himoya qiladi degan fikr to'liq to'g'ri emas. Xavfsizlik telefon turiga emas. Odamning ehtiyotkorligiga bog'liq. Birinchi misol, 72 yoshli erkak pensiyasini kartaga oladi. Unga pensiya jamg'armasidanmiz sizga eski yillardan 1.200.000 so'm qayta hisob chiqdi deb qo'ng'iroq qilishadi. Ular karta raqamini so'raydi. Keyin tasdiqlash kodi keldi, ayting deydi. Erkak kodni aytadi. Aslida bu kod pul o'tkazmasini tasdiqlash kodi bo'lgan. Natijada kartadan 9.000 so'm yechiladi. Bu yerda asosiy xato karta raqamini aytishdan ko'ra SMS kodni aytish bo'lgan. SMS kod hech qachon begona odamga aytilmaydi. Ikkinchi misol. Ayol kishi telefoniga ijtimoiy yordam tekshirish degan ilovani havola orqali yuklaydi. Ilova telefon xotirasiga, SMSlarga va ekranni ko'rishga ruxsat so'raydi. Ayol ruxsat bermasam ishlamas ekan deb hammasiga rozilik beradi. Keyin u bank ilovasiga kirganda firibgar ilova SMS kodlarini o'qiydi. 2 million so'm pensiya va 6.000 so'm yig'ilgan pul boshqa hisobga o'tkaziladi. Bu yerda xato shundaki, ilova rasmiy manbadan emas, havoladan yuklangan. 3-misol, pensionerning nomiga 5 million so'm mikroqarz rasmiylashtiriladi. U o'zi buni bilmaydi, chunki telefonidagi pasport rasmi va SMS kodlar boshqa odam qo'liga tushgan. Bir necha oy o'tgach qarz qaytarilmagani uchun ish ijroga o'tadi. Pensiya kartasiga 1.500.000 so'm tushganda uning bir qismi ushlab qolinadi. Odam pensiyamni olib qo'yishdi deydi. Aslida muammo avvalroq. Shaxsiy ma'lumotlar himoya qilinmagan paytda boshlangan. 4-misol, farzand otasining telefoniga o'yin va turli ilovalarni rasmiy bo'lmagan saytlardan yuklaydi. Ilovalardan biri reklamali va zararli bo'lib chiqadi. Telefon sekinlashadi, g'alati xabarlar keladi. Bank ilovasi ochilganda boshqa oynalar chiqadi. Bu holatda telefonni darhol tekshirish, shubhali ilovalarni o'chirish, bankka qo'ng'iroq qilib kartani vaqtcha bloklash kerak. Birinchi nozik masala, bank xodimi haqiqatan ham qo'ng'iroq qilishi mumkin, lekin u hech qachon SMS kod, PIN kod, bank ilovasi paroli yoki kartaning orqa tomonidagi maxfiy kodni so'ramaydi. Agar qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank, soliq, pensiya jamg'armasi, ichki ishlar yoki prokuratura xodimi deb tanishtirsa ham, maxfiy kod so'rasa, demak bu xavfli.
Men bunday paytda suhbatni davom ettirmaslikni telefonni qo'yib, bankning kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilishni maslahat beraman. Ikkinchi nozik masala. Kartangizga pul tushishi uchun SMS ayting degan gap yolg'on. Pul tushishi uchun SMS kod aytish kerak bo'lmaydi. SMS kod odatda kirish, tasdiqlash, pul o'tkazish, parolni tiklash yoki operatsiyani yakunlash uchun keladi. Ya'ni kod aytsangiz, siz pul olishni emas. Ko'pincha pul chiqishini tasdiqlab qo'yishingiz mumkin. Uchinchi nozik masala, qarzdorlik bo'yicha pensiyadan ushlab qolish tartibi bor. Lekin bu ham o'zboshimchalik bilan bo'lmasligi kerak. Siz bankdan hisob varaq ko'chirmasini olishingiz, ushlab qolingan summa qayerga ketganini ko'rishingiz, majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan hujjat talab qilishingiz mumkin. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, ariza yoziladi, hujjatlar ilova qilinadi. Zarur bo'lsa sudga murojaat qilinadi. To'rtinchi nozik masala, hamma shubhali ilova zararli bo'lishi shart emas. Lekin pensioner telefonida nima uchun o'rnatilgani noma'lum bo'lgan ilova turish kerak emas. Ayniqsa cleaner, security, bonus, pensiya, yordam, kompensatsiya, karta tekshirish kabi nomlar bilan havoladan o'rnatilgan ilovalar xavfli bo'lishi mumkin. Rasmiy ilovalar faqat App Store yoki Google Play orqali yuklanishi, ishlab chiquvchi nomi tekshirilishi kerak. 5-nozik masala, yaqin qarindosh ham ehtiyotsizlik qilib zarar yetkazishi mumkin. Nabira telefonni o'yin uchun ishlatadi, reklama bosadi, notanish fayl yuklaydi. Farzand tezroq bo'lsin deb barcha parollarni bitta joyga yozib qo'yadi. Qo'shni men bilaman deb telefonni so'zlaydi. Bu yerda niyat yomon bo'lmasligi mumkin, lekin natija baribir xavfli bo'ladi. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi ilovalarni tekshiring. Android telefon bo'lsa sozlamalarga kiring. Ilovalar bo'limini oching, tanimagan ilovalarni ko'ring. iPhone bo'lsa bo'sh ekranda va sozlamalarda o'rnatilgan ilovalarni tekshiring. Ayndesk, TeamViewer, Rastdesk, masofadan boshqarish, notanish cleaner. Notanish bonus yoki yordam ilovalari bo'lsa, nima uchun turganini aniqlang. Kerak bo'lmasa o'chiring. Agar o'chirishga qo'rqsangiz, bankka qo'ng'iroq qiling yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Ikkinchi qadam. Galereyani tekshiring. Karta rasmi, pasport rasmi, ID karta, PIN kod yozilgan qog'oz, SMS kod skrinshoti, bank paroli saqlangan rasm bo'lsa o'chiring. Faqat oddiy o'chirish bilan cheklanmasdan. O'chirilganlar papkasidan ham tozalang. Agar hujjat rasmi kerak bo'lsa, uni telefonda ochiq saqlamang, xavfsiz joyda saqlang va begona ilovalarga ruxsat bermang. 3-qadam, SMS va messenjerlarni tekshiring. Sizga pensiya, kompensatsiya, yordam puli, karta blok, ro'yxatdan o'ting, havolaga kiring degan xabarlar kelgan bo'lsa, havolalarni bosmang. Agar bosgan bo'lsangiz va ma'lumot kiritgan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Bank ilovasi parolini almashtiring. Telefonni zararli ilovalardan tozalang. 4-qadam, bank ilovasi xavfsizligini kuchaytiring. Parolni almashtiring. Tug'ilgan yil 1234, 1000 kabi raqamlarni ishlatmang. Telefoningizda barmoq izi yoki yuz orqali kirish bo'lsa, uni faqat o'zingiz uchun sozlang. Bank ilovasida operatsiyalar bo'yicha limit qo'yish imkoniyati bo'lsa, bir kunlik o'tkazma limitini kamaytiring. Masalan, kartada odatda 1 million so'mdan ortiq pul turmasa, 10 millionlik limit kerak emas. 5-qadam, SIM kartani tekshiring. Telefon raqami kimning nomida ekanini bilib oling. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, imkon qadar o'z nomingizga rasmiylashtiring. SIM karta yo'qolsa, bankni darhol xabardor qiling. Eski raqam ishlatilmayotgan bo'lsa, bankdagi raqamni yangilang. Ko'p muammolar aynan eski raqam sabab chiqadi. 6-qadam, bankdan ko'chirma oling. Agar pensiya tushib, darhol pul yechilgan yoki ushlangan bo'lsa, taxmin bilan yurmasdan bankka boring. Pasport yoki ID karta, bank kartasi. Telefon raqamingiz bilan murojaat qiling. Hisob varaq bo'yicha ko'chirma ijod qiling. Unda pul qachon tushgani, qayerga ketgani, qanday operatsiya bo'lgani ko'rinadi. Agar pul boshqa kartaga o'tgan bo'lsa, firibgarlik ehtimoli bor. Agar ijro, qarzdorlik, undirish kabi yozuv bo'lsa, hujjat asosini aniqlash kerak. 7-qadam, firibgarlik bo'lsa, darhol ariza yozing. Bankka yozma ariza bering, operatsiyaga e'tiroz bildiring. Kartani bloklatganingizni qayd ettiring. Ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Arizada qo'ng'iroq qilgan raqam, kelgan SMS, havola, pul yechilgan sana va summa, karta raqamingizning oxirgi raqamlari. Bank ko'chirmasi borligini yozing.
Screenshotlar bo'lsa ilova qiling. Vaqt juda muhim. Qancha tez murojaat qilsangiz, izn topish imkoniyati shuncha ko'proq bo'ladi. 8-qadam, agar pul ijro orqali ushlangan bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank ko'charmasi qarzdorlik bo'yicha xabarnoma yoki sud hujjati nusxasini oling. Mening pensiya kartamdan falon summa ushlangan. Qaysi ijro hujjati asosida ushlanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Agar siz qarzdorlikni tan olmasangiz, hujjat nusxasini talab qiling va e'tiroz tartibida buni so'rang. 9-qadam. Yaqinlaringiz uchun oddiy qoida yozib qo'ying. SMS kod aytilmaydi, PIN kod aytilmaydi, bank ilovasi paroli aytilmaydi, havoladan ilova yuklanmaydi. Telefon notanish odamga berilmaydi. Bank, pensiya, soliq deb qo'ng'iroq qilsa ham maxfiy ma'lumot berilmaydi. Kerak bo'lsa, bu qoidalarni qog'ozga yozib, pensioner ota-onangizning uyida ko'rinadigan joyga qo'ying. 10-qadam. Telefonni muntazam yangilab turing. Operatsion tizim yangilanishlari xavfsizlik uchun kerak. Ilovalarni ham rasmiy do'kondan yangilang. Telefon juda eski bo'lsa va bank ilovasi normal ishlamasa, xavfsizroq variantni tanlash kerak. Bankda SMS xabarnomani yo'qish, kichik limit qo'yish, pensiya tushgach pulning bir qismini xavfsiz hisobga o'tkazish yoki bank xodimidan rasmiy maslahat olish. Hech qachon telefon orqali SMS kodini aytmang. Hech qachon ekraningizni ko'rsating degan odamga ruxsat bermang. Hech qachon bank kartaning orqa tomonidagi 3 xonali kodni aytmang. Hech qachon pul olasiz degan havolada karta ma'lumotini kiritmang. Hech qachon tezroq qiling, aks holda pensiya to'xtaydi degan bosimga ishonmang. Firibgarlar shoshiltiradi, qo'rqitadi, odamga o'ylashga vaqt bermaydi. Rasmiy tashkilot esa sizga hujjat, tartib va murojaat yo'lini tushuntiradi. Agar qo'ng'iroq qilgan odam hozir aytmasangiz pulingiz kuyadi desa, aynan shu paytda to'xtash kerak. Men odamlarga bitta sodda jumlani yodlab olishni maslahat beraman. Men sizga hech qanday kod aytmayman. Rasmiy raqamga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Shu gap ko'p holatda pulingizni saqlab qoladi. Telefoningizda shubhali ilova, saqlangan karta rasmi, pasport ma'lumoti, SMS kodlar skrinshoti. Sodda parol yoki masofadan boshqarish dasturi bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Bu pensiya avtomatik bekor qilinadi degani emas. Lekin firibgarlar yoki qarzdorlik bilan bog'liq ushlab qolishlar sabab pulingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Shuning uchun bugunoq telefoningizni tekshiring. Bank ilovasidagi parollarni yangilang. Shubhali havolalarni o'chiring. Yaqinlaringizga bu qoidalarni tushuntiring. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Pul yechildimi? Qo'ng'iroq bo'ldimi? Qanday xabar keldi? Boshqalar ham sizning tajribangizdan ogoh bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shnilaringizga yuboring. Bitta ogohlantirish kimningdir bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.